Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bugun biz Javlon Barqiy noqiyasida Go'shtbozor mahallasida bir otaxonamizning, onaxonimizning tug'ilgan kunlari, shukrona kunlari. Bir akamiz Angliyadan zakaz qilishgan ekan. Bugun shu sovg'alarni sog'-salomat olib topshiramiz. Sizlarda ham imkoniyat bor aziz birodarlar. Ekrandagi raqamlarga telefon qiling. Biz shunday sovg'alarda tort, gul, kabatilo hamda ayiqlar, kalonka, o'yin kulib qilib sog'-salomat xursandchiliklarni o'tkazib beramiz. Sovg'alarda sizning nomingizdan sog'-salomat olib topshiramiz. Aziz birodarlar, mana kabatilohimiz bor, mana gullarimiz, tortlarimiz bor. Kabatilo ichida poli komplekt naborlar. Hammamiz ota-onamizga shunday sovg'alarda topshirish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring o'lar ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Ushbu kun avval kuningiz muborak bo'lsin, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Shu ahli oilalaringiz nomidan musofirda yurgan farzandlaringiz, shu nabiralaringiz, musofirda yurgan nabiralaringiz hammasini nomidan chin qalbingizdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Qalbingizda nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, niyatlaringizga yetib boringlar. Xudo xolasa, yana ushbu kunda haj safardan, onaxonimizdan bilan haj safardan kelishimizni hammamiz kutib olishimiz nasib bo'lsin. Mana bu kabatilohimizni qabul qilish degan umidamiz. Mana kabatilohimiz ichida komplekt Qur'on kitoblarimiz, joy namoz, obi zamzam, tasbehlar, elektron tasbehlar hammasini qabul qilasiz degan umidamiz. Farzandlaringiz, nabiralaringiz nomidan hammasini qabul qiling. Buni esa mana bu onajonimizga, bu ham shu xuddi komplekt, bismillahirrohmanirrohim. Mana ichida obi zamzam, Qur'on kitoblar, o'zbekcha Qur'on kitoblar, tasbehlar bilan joy namozdan qayda mana yumshoq yaxshi ila joy namozlari va qabul qilasiz degan umidamiz. Farzandlaringizni, nabiralaringizni, ahli oilalaringizni Alloh chin qalbdan tabriklaymiz. Shu sovg'alarni qabul qilasiz degan umidamiz. Yana bu rahmat. Salomat bo'ling. Buni esa mana oilaviy hammalaringizga shirinlik tortamiz. Shu hayotimiz tinch bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Rahmat. Hayotimiz shunday torta shirin bo'lib yursin. Rahmat. Tortni ham qabul qilasiz. Rahmat. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Buni esa onajonimizga jannatim onam degan mana jannatim onam degan gullarni qabul qilasiz. Shu ahli oilalaringiz nomidan shu doim gullar chiroyli bo'lib ochiladi. Sog'omlar qo'sha qarib pir bo'linglar, yuzlariga kirib nevaralarni chevalar olib olsin ko'ramiz. Rahmat. Bu qasamlar bo'lsin. Bitta duo qiling. Amin. Yaqinroq kelamiz peshtamga. Yaqinroq keling. Hajlarga borib jirsin, baxtli bo'lsin, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Hamma mamlakatlarimiz tinchlik, baxillik bo'lsin. Rahmat. Salomat. Kameraga qarab, o'g'illarga, nevaralarga rahmatnomalar yetkazib qo'yasiz. Farzandlaringizga bir yaxshi duo qilib qo'yasiz, ularga ishlariga rivoj bersin, sog' bo'lsin. Rahmat bolalaringiz, umidlari uzoq bo'lsin, jonlari quvonch bo'lsin, iloyim. Safarda yurgan bolalarni hammasi, bolalarim qatori sog' salomat o'ynab, kulib, rizqlarini terib, o'ynab kulib oldimizga kelsin. Amin. Alloh akbar. Rahmat. Sizlar bir duo qilib qo'yasiz farzandlardan nabirlar. Jazojon Abdujaliljon, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga doim omon bo'linglar. Qilgan ehsonlaringni qabul qildim hammasini. Rahmat. Amin. Bolalaring bilan, kelinlar bilan, oila a'zolarimiz bilan hammasi sizlarga uzoq umr, sog' salomatlik. Doimo boshimizga omon bo'linglar. Amin. To'ylar qilaylik, to'y qilib orzu qilaylik, nevara suraylik. Nevaralar to'yini qilaylik. Amin. 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 Robbana atina fil azoban doim to'yxona bo'lsin. Shonada doim rahmat, salomat bo'ling, salomat bo'ling. Shu nabiralaringiz nomidan bir ajoyib ko'p qator she'rlarimiz bor. She'rlarni qabul qilamiz. Yaqinroqdan bu she'rimiz onajonimizga bag'ishlangan she'rlar ekan. Jonimga do'st qadrdon, ko'rmasam ko'nglim vayron. Tabarruk tandi inson, himmatimsiz onajon. Farzand deb dard topganim, to'rt tomonga chopganim.
Bu dunyoda topganim savlatimsiz onajon. Rizqim qator terilgan, yurakka dard berilgan. Onam bor deb kerilgan, savlatimsiz onajon. Sizsiz yurak bo'sh yurakmas, sizsiz tilakmas. Farzandingizga jannat kerak emas, jannatimsiz onajon. Onajon, otajonimiz haqiga bir qator she'rlarimiz bor. Kerak emas menga go'zal koshonalar, qadam bosing oltin bo'lar ostonalar, bilib qo'ysin do'sti dushman mastonalar. Siz bor uyni o'rab turar fayzi o'rab turar ota, manzilimni bexatar so'rab turar ota. Rahmat, salomat bo'ling. Qalbingizda yana nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, niyatlaringizga yetinglar. Xudo yanagi ushbu kunlarda haj safaridan kelishlaringizni shuni hammamiz xursandchilikdan chiqib olishimiz. Salomat bo'ling. Dunyodagi barcha ota-onalarimiz sog' bo'lsin. Salomat. Sizlarning kasblaringizga, o'zlaringizga, bola chaqalaringizga fayz baraka, umr uzoq bo'lsin. Qo'shaqaringiz doim baxtli bo'ling. Allohga rahmat, salomat bo'ling. Aziz birodarlar, sizlarda shunday imkoniyatlar bor. Bizga murojaat qilsangiz biz shunday sovg'alarni sizning nomingizdan sog' salomat topshiramiz. Hammaki sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Ota-onalaringizni barchalaringiz asrang aziz birodarlar. Salomat bo'linglar. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang holini so'rmoqning juda bo'lgach o'zing yoqlashga bahonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Ha, bir duo qilib qo'yasiz endi. Duo qilib qo'ying. Amin. Topqanlarga to'yga bersin. Asli bolali chaqali bo'lsin. O'g'lini o'zsin, o'zi bilan o'zi bo'lsin. Shu qilgan ihsonlarni Alloh dariga qabul qilsin. Allohim shularga doimo baxtli, saodatli, hech Amin. xor ko'rmasin, doimo yuzlari tabassum arimasin. Amin. Kulib bersin, otam, onam deb, bola chaqam deb sog' salomat o'ynab kulib bersin. Amin. Allohga rahmat, sog' bo'ling. Shu musobaqada yurganlar hammasi sog' bo'lsin. Sog' salomat ota-onalarning bariga yetib kelsin. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.